Agar shunaqa holatda yursa, mana assalomu alaykum hammaga. Lacetti Blue 8 olib qo'yganmiz. Lacetti или shunga o'xshash Epica usti krishkasi bor. Hamma yog'ini yopib turib, прямой issiqni ichkariga o'sha o'ziga tortib turadigan mashinalar uchun kerakli maslahat. Rulga qanchalik baland darajada berishini o'zi sezib turibman. Bu holatda mashinaga ahamiyat berishingiz kerak. Прямой issiqni chiqib turibdi. Bir-biriga tegib qo'ygan. Ko'p mashinalarda mashinasi o'sha chirib bir-biriga mashina tegib qo'ygan bo'ladi. Ma'lumotlardan o'sha. Где-то muddat o'tib ketgan, 10 yil, 15 yil bo'lib ketgan, o'sha mashinalar zamin qilish kerak bo'ladi, iloji bo'lsa. Albatta bu holat hamma yog'ini tekshirdingiz, switch bobina ko'rdingiz, klapanlari siqilmagan mashinani o'zi texnik bu yo'g'ida muammo bo'lmagan holatda, topilmayotgan holatlarda o'shandan kelib chiqyapti. Bunaqa holatda o'sha bitta switch sepmagan holatda ham shunaqa bo'lib qolaveradi. Benzin injektor ishlamasa ham shunaqa bo'lib qolaveradi. Agar ularni polniy sessiya qildiringiz, hamma yog'ini qildirdingiz, shunda ham muammo topilmayaptimi demak o'shani bemalol tekshirsangiz bo'ladi. Kanimalda chiqki u yerda turibdi-na. Uchlari nagar bo'lib ketsa ham shu ahvolga keladi, lekin mashinangiz zavod bo'lishi ham qiyin bo'ladi u holatda. Va mashinangiz xalosoyda ozgina qaltirab turadi, lekin bu darajada emas. Bu holat ko'pincha Epica, shunga o'xshash mana bu Lacetti Blue 8 usti krishkasi yopilib, polniy haroratni ichkariga berib turadigan mashinalarda topiladi. Ularni glavniy o'tgan simlar, injektorga kelgan simlar, shunga o'xshash simlar qotib qo'ygan bo'ladi. Katta darajada qizib ishlaydi bu yer. Va chiqqani ham masalan 10 yil, 15 yil bo'lib ketgan bu mashinalar. Ko'pchilik 10 yildan o'tganidan keyin tekshirtirmagan holatlar bor. Bu holat o'zi switch, bobina hammasini tekshirdingiz. Injektorlarni tozalatdingiz. Hammasi aytdi sepyapti. Va klapaningizda muammo bo'lmagan holatda ham shu ahvol bo'laversa, demak o'shani aniq tekshirish kerak bo'ladi. Или tak shundoq ham almashtirib turganingiz yaxshiroq eski mashinalar uchun. Чтобы любой paytda muammo qolmaydi. Yamaga tushganingizda bir-biriga tegib qoladigan bo'lsa, mashinangiz traktorga o'xshab qoladi hozirgidek. Bunga hozir propan qo'yapmiz. Ular simlarni olib tashlab, qaytadan chiroyli qilib chiqiladi. O'sha bittadan o'zi. Holat. Bu ham shu ahvol. Bu ham shu ahvol. O'sha yangi stiker добавка qilamiz hozir. Gazmet Pro Service Lochik Wayman.